ko'rsataymi? Biz hozir podvaldamiz. Podvalda qum nima qilyapti deyishlar mumkin. Bu qumni ostida nima bo'lishi mumkin? Nima bor o'zi bu qumni ostida? Qumni ostiga ana bebaho Anor bor. Anor bor. Hozir yanvar oyini deyarli yarmidamiz. Bu qaysi oylargacha saqlaysizlar anorni? Shuna qilib. Martgacha. Endi saqlanaveradi qancha bo'lsa ham. Ushlab tursangiz turaveradi. Ochmasa turaveradi. Svejiligi qanchalik turadi? Svejiligi qanday uzilgan holatda turadi? Kechagi uzilganda holatda. Ha. Mana ochib ko'rsatishimiz mumkin agar. Bu Qashqadaryoning Koson tumanini Podina qishlog'ida. Anor saqlanish usuli shunday ekan. Bu qadimdan shunday bo'lgan sizlarda? Bizda shunday bo'lgan. Qani bir ko'raylikchi qanday turib saqlandi ekan. Hozir anorni ochyapmiz. Shunday holatda qo'yamiz mana. Mana hozir qumni tagiga ozgina tashlab. Ha. Necha qator bor hozir bu yerda? 5 qator qo'yilgan. Anor qo'yasiz, ustiga qum tashlaysiz. Pastiga qum tashlaymiz. Ketma-ket holatda bo'ladi mana. Bizda kechagi uzilgan holatda turadi mana. Bir donasini ushlab ko'rsak bo'ladimi? Mana. Qani? Mana. Necha oy bo'ldi uzganingizga buni? Endi mana shu oktyabr oyiga uzilgan shu. Qaralar, yangi uzilgan taqa. Xuddi shunday turadi mana. Mana kechagi holatda turaveradi. Mana oling. Mana kechagi holatda turibdi. Qayerlargacha sotasizlar buni? Buni Rossiyaga, Yevropaga olib ketdi bu yil. Bizlarni Yevropaga olib ketishdi. Mana shu Yevropaga mana banker anolar ukalarimiz anoqluvdi. Akmal degan anomiz bor, shu Yevropaga olib ketdi. Bunday holatda saqlaymiz biz. Mana hozir yoshim 60 ga kirdi. Ota-bobolarimizdan qolgan bizga ana shu dehqonchilikdan. Dadaz ekan, zektiz, bolalar ham ekadi hali. Bolalar ham ekadi, mana anomga ekilgan holatda turibdi.